Oy, boshim. Oy, nima bo'ldi? Qurib ketsin ana yetim bachcha esa rosa hunar ko'rsatyapti-da. Voy. Ha, ahmoq qizi. Maktabida bitta qizni kaltaklagan ekan. Direktor chaqirib meni izza qilib rosa gapirdi o'qituvchilarning ichida. Yaramasi uyga kelib kaltaklamoqchi edim, ustimga chiqib olib, meni rosa mazax qilib kalakaladi. Esini yo'qotib boshqa odam bo'lib qolgan, tavba qildim. Kun bo'yi ovqat bermayman, bilasanmi? Hamma narsadan taqiqlab qo'ydim, lekin kuchni nimadan olyapti bilmayman. O'zi ham o'tday kuchi bor ekan. Qurib ketguray. G'itmizak. Shunaqa deng. Qayerda u? Qayerda bo'lardi? Xonasida-da. Yana xonasi yoqmaganmish. Ukayning xonasiga chiqib yotib olgan. Bezbet. Onasiga o'xshagan bezbiya. Yaxshilik etdi. Yetimchi. Yetimchi. Oyina ketib qoldingmi? Ha? O'zingga ketib qoldingmi? O'zingga ketib qoldingmi? Kechagi video bormi senda? Oldingmi? Ha, bor opa. Tashing. Hozir. Tashladim opa. Opa, oy magazinga chiqmaganimizni bilib qolmasinlar. Yuring.